Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda boshqacha bo'lgan video olyapmiz sizlar uchun. Jack X200 barqaror holatdagi mashinani olgan Elyor akamiz bugun yana bitta mashina olishga keldilar. Elyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamasdan yaxshi kelib oldingizmi? Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin aka. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Keling, mashinangiz oldida turing aka. Mashina qanday aka? Mashina holati zo'r aka. Miya yoqdi. Rasxod hammalari chetga. Qanchalar yuk ortyapsiz aka ustiga? 2 tonnadan ko'p ortaman aka. 2 tonnadan ko'p 3 ortasiz. tonna oraliqda bosaman. Bu agar sir bo'lmasa aka juda qiziqda bu tomoshabinlarga. Oyiga necha pul topyapti mana shu mashina bilan? Topyapsiz yani to'g'ri. Aka 10 million oshib topam, 15 million, 10 million atrofda. 10-15 million pul topyapti. Hozir bizdan nima xizmat aka? Kelibsiz mana afsonaga. Keldik, mashina yoqdi, xarakteristika hammasi yurish-turishlarida muammo yo'q. Hop. Hamma xarakteristika, muomala, salonga kelganda ham hammasi yaxshi. Yoqqani uchun mana yana bittasi mashina xarid qilyapmiz. Xudo xolasa. Elyor aka, nasib bo'lsa, nariga mashinangiz ham aka xudo xolasa kechgacha minib chiqib ketasiz. O'zi kecha kelgan. Azizlar, mana ko'ryapsizmi? Jack X200 ga bo'lgan ishonch. Elyor akamiz oyiga 10 milliondan ziyod pul topyaptilar va yana bitta mana shunaqa mashina xarid qilyapti. Keyingi o'rinda albatta siz bo'lishingiz uchun biz duodamiz. O'zingizning ozgina harakat. Toshkent Motors sifat qiymat konisi. O'zingizni ehtiyot qiling.